Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun Kalanqoy haqida yana bir videorolik tayyorlamoqchimiz. Bu Kalanqoyni bargidan ko'paytirish. Bu yil ikkita videorolik ishlandi Kalanqoyni ko'paytirish haqida. O'zi Kalanqoyni gulini ko'paytirish juda oson ekan. Buni tuproqqa tiqib qo'ysa, albatta tutib ketadi. Hech qanday injiqchilik joyi yo'q ekan. Bu 7-avgustda olib kelingan eng oxirgi qalamchadan ekilgan Kalanqoyi. Mana bunisi bargdan ko'paytirilgan Kalanqoyi, mana bargidan ko'paytirilib, mana alohida ekib, kattargandan keyin tepasidan chimdib qo'yilgan. Mana bunisi mana shu yil bahordan bargchalar suqib qo'yilgan. Buni endi ko'chirish endi hayolimga kelib qoldi. Men bu cho'zilib qolgan. Agar buni hozir ekmaydigan bo'lsak, bu juda cho'zilib ketadi, xunuklashib, yaxshi rivojlanmaydi. Men shu narsani alohida ekib qo'yish kerak. Men bunisi ham ekilgan. Menimcha bu yil emas, shu bultur ekilgan bo'lishi kerak. Buni har bir bargdan g'ujum 5 tadan 6 tadan chiqqan. Endi bir-biriga katta bo'lganda tiqilib yotmasligi uchun buni alohida hammasiga mana tuvakcha olib, tuvakchalarga alohida ekishga qaror qildik. Endi buni ko'paytirish oson ekan. Men shu paytgacha gul qilganman. Kalanqoy gulidan hech ekib uni parvarish qilmagan ekanman. Menda bo'lgan zigakaktus, epifilium, aparakaktus, begonia, aloy, geran gullari bo'lgan. O'sha Kalanqoy bilan hech shug'ullanmagan ekanman. Buni juda ko'paytirish oson ekan, juda tez ko'payar ekan. Hozir mana bunisi mana shu yil yaqinda mana shu yozda suqib qo'yilgan bargchalar, o'sha nimalar Kalanqoy gullarimiz rivojlanish jarayonida ortiqcha barglarni yulib olish kerak ekan. O'sha yulingan barglarni o'sha bitta nimaga idishga mana bunday qilib ekib qo'ydim. Hozir endi mana bu Kalanqoyni ekish jarayonini ko'rsatamiz. Hozir mana endi tuproq tayyorlab olamiz. O'zimiz uyda qilingan chirindiga boy unumdor tuproq bir hissa qo'shdik. Bir hissa bargli tuproq teraklarning tagidan olingan. Endi bunga qumdan ko'ra kattaroq mana. Qumdan ko'ra kattaroq 0,4-0,5 sm keladi. Orasi havo bo'lishi uchun shundan qo'shamiz. Va ozroq o'tin kulidan qo'shamiz. Bu maydaroq bo'ldi. Chunki tuvagimiz maydaroqda. Endi bunga qum qo'shamiz. Mana. Endi buni hammasini aralashtirib olamiz. Mana tuproqni tayyorlab oldik va ozroq namlab oldik. Agar namlamaydigan bo'lsak, bu tuprog'imiz juda changib ketadi. Nimaga drenaj toshlar solingan, hammasi tayyor turibdi. Men hammasini bitta ko'rsatdim. Tayyor. Endi shunday chuqurchasini tayyorlab oldik. Endi mana shunisini o'sib ketgan, ham nimasi ham juda ko'p. Avval shunisini olaylik. Iloji boricha tomirini buzmay olishga harakat qilamiz. Voy, olinmaydi. Tomiri rivojlanib ketgan ekan. Iloji boricha buzmay ekishga harakat qilamiz. Bittasini ekdik. Endi ikkinchisini tuproq solamiz.
Mana shuni yaqinroqdan olyapsanmi? Hı. Mana shuniki bir 7-8 talar bor ekan. Yo undan ham ko'pmi bilmayman. Shunisini olaylik. Bu ishlarni birinchi qilishim. Aytganimdek kalonxoy ekmaganman. Barglaridan shunday hujum bo'lib chiqishini ham endi ko'rishim. Mana bunisini ham ekdik. Endi bir salqinroq joyga qo'yib parvarish qilamizda. Gullarning ichida eng chidamlisi bu kalonxoy ekan. Shunday darvozaxonada issiqda turadi. Shunday issiq shamol bo'ladi, bironta bargi sarg'aygan yo'q, netgan yo'q. Hammasi juda yaxshi turibdi. Endi bunisini eksak, mana buniki ko'proq ekan. Bu kichikroq qiladi. Voy, mana ekib oldik. Bunisini ham. O'zi endi nechta qoldi? 2 ta qoldi. Endi bu ikkalasi turib turadi-da. Mana shunisini ekamiz. Chunki bu cho'zilib ketgan. Buni vilka bilan olmasak. Avval tuprog'ini tayyorlab qo'yaylik-da. Tak. Buni ildizi unchalik rivojlanmagan ekan. To'rtta tuvakchaga, mayda tuvakchaga, to'rtta mayda kalonxoychani bargidan chiqqanini ekdik. Endi bu yerda ikkitagina qolgan ekan, mayda tuvakchamiz yo'q ekan. Buni endi ichiga mana katta toshlardan ancha drenaj soldik. Kichkina tuvak hisobida ishlatamizda. Bunga ham tuproq solib, mana bu yerda turgan ikkitagina gulni ham ko'chirib o'tkazib ekib qo'yamiz. Tuproq solamiz endi. Suv yig'ilib qolmasligi uchun katta toshlardan drenaj qilib qo'ydik. Endi bu tuvakda suv yig'ilib xunuk bo'lib qolgan, shuni ham ko'chirib o'tkazib qo'yaylik ikkalasini. Bo'ldi. Toshi juda ko'pligim qilyaptimi deyman, bittasi olib tashlaylik-da. Vilkaga tiqilib qoldi. Endi bunisini mana yeridan yana bitta ekib qo'yamiz. Mana shunasini olsak kattagina bo'lib qolgan.
Ko'rinarli bitiraylik. Mana ta'mirchasi. Mana qalanqo'y gullarimizni barigidan ko'paytirilganini ekib oldik. Nimalari ko'prog'ini bittadan ekdik, kattaroq tuvakka ko'proq drenaj tashlab, kichkina tuvakday qilib, mana bu uchalasini ekdik. Endi menimcha qalanqo'yi guli bor kishi tinimsiz qalanqo'yini ko'paytirsa kerak. Buni kattargandan keyin mana bulardan chiqaradi, bularni ham ekish kerak. Bu kattargandan keyin bularni ham mana chinnab qo'yganman, hademay alohida tuvakka olish kerak bo'ladi. Mana bu yerda bu endi mana bu barglarimiz tomirlab yanagi yil ekishga tayyor bo'lsa kerak. Shuning bilan qalanqo'ylar bargidan ko'paytirish haqidagi videoni tugatamiz. Iloji boricha yoritib berishga harakat qildim. Videomiz yoqqan bo'lsa obuna bo'ling, like bosing, e'tiboringiz uchun rahmat.